5-chi mock testimiz tahlilini boshlaymiz. Demak, bizda birinchi savol n teng ushbu ko'paytma shaklida berilgan va e'tibor bersangiz hammasi tub son. Ya'ni xuddiki n soni tub ko'paytuvchilarga ajratilgan holatda turibdi. Endi shuni bo'luvchilari deyapti. Endi buni bo'luvchilarni topish uchun n BC'sini topasiz. Aytyapti, shuni bo'luvchilar orasidan 30 bilan o'zaro tublari nechta degan. Endi qarang, 30 bilan o'zaro tub bo'lishi uchun va 30 tarkibini qaraydigan bo'lsak, mana bu holatdami? Ha. 30 bilan o'zaro tub bo'lishi uchun 30 tarkibida bor bo'lgan 2, 3, 5lar buni tarkibidan chiqib ketishi kerak. Bo'lmasa nima bo'la olmaydi. Ya'ni o'zaro tub bo'la olmaydi. Shuning uchun qolgan mana bu qismiga e'tibor qaratamizda, mana bu qismiga NBC topamiz. Ya'ni mana shu qismi bu bilan o'zaro tub bo'ladi 30 bilan. Shuning uchun nechtaligini topish uchun mana shu qismiga NBC topsak kifoya. Bu qismini NBC'si darajalariga 1 ni qo'shib ko'paytirib chiqamiz. Ya'ni 2 2 bo'ladi-da, 2 dan 6 ta bo'ladi. Javob 64 bo'ladi 2 ning 6-si. Bizda D variantda. Ikkinchi misolimiz, xo'p, bundan oldin bir narsani tushuntirib ketay. Mana qarang, agar bizga berilgan kasr to'g'ri kasr bo'lib, uni surat va mahrajga bir xil son qo'shiladigan bo'lsa, qo'shilgani katta bo'ladi har doim. To'g'ri kasr bo'lsa. Endi biz buni taqqoslashdan avval qiymatiga ta'sir qilmasligini bilgan holda surat mahrajini 2 ga ko'paytirib qo'yaman. 2 ga ko'paytirsam bu 2 ning 11-chisi plus 2 baravar 2 taqsim bu 2 ning 12-chisi plus 2 baravar 2 holatga keladi. Ikkinchisi b ni o'zini yozamiz. 2 ning 11-chisi plus 1, 2 ning 12-chisi plus 1 va endi diqqat qiladigan bo'lsak, men hozir keltirgan misolni aynan o'zi. Ya'ni mana bu to'g'ri kasrimizni suratiga ham, mahrajiga ham bir qo'shilgandan keyin bu hosil bo'lgan. To'g'rimi? Demak, hozir aytganimdek, qo'shilgani katta bo'ladi, ya'ni C javobda A B dan katta ekan. 3-chi misolimiz. Demak, shaharlar orasida yo'lovchi tashiydigan ikkita avtobus. Birini tezligi 80, ikkinchisiniki 100 ekan. Bir vaqtda bir tomonga qarab yo'lga chiqdi. Mana ikkalasi ham bir vaqtda yo'lga chiqdi. Demak, birini tezligi 80, biriniki 100. Xo'p. Tezroq yuradigani har 3 soatda bir marta, sekinroq yuradigani har 5 soatda bir marta dam oladi. Qarang. Mana bu har 3 soatda bir dam oladi. Bunisi har 5 soatda dam oladi. 5 qo'yay, 3 qo'yay. Xo'p. Endi bir dam olish vaqti yarim soat ekan. Ya'ni bir dam olganda yarim soat dam olar ekan. 7 soatdan keyin ular orasidagi masofa qancha bo'ladi? Endi qarang. 7 soatda mana bu qarang, 5 soatini yuradi, 80 tezlik bilan 5 soatini yuradi. Plus yarim soat dam oladi. 5 yarim soat ketdimi? 7 dan 5 yarim soat ketgan bo'lsa, yana 1 yarim soat vaqt qoldi. Demak, u yana 80 tezlik bilan 1 yarim soat yuradi. Demak, uni yurgan jami yo'lni hisoblasak, 400 plus 120, 520 bo'ladi. Buni hisoblaydigan bo'lsak, bu 3 soat yurdi 100 tezlik bilan plus yarim soat dam oldi. 3 yarim soat bo'ldimi? Endi yana 3 soat yuradi. 100 tezlik bilan. O'sha 3 soat, yarim soat, 3 soat, 6 yarim soat bo'ldimi? Endi yarim soat dam olib, endi yuraman deganda berilgan vaqt 7 soat tugab qoladi. Shuning uchun bu endi yurishga ulgurmaydi. Demak, jami 600 km. Bu 600 km yuribdi mana bu yerdan boshlab. Bu 520 km yuribdi. Orasidagi farq qancha bo'ladi desa, 600 dan 520 ni ayirsangiz, orasidagi farqni 80 km bo'lishligi o'zi ko'rinib qoladi. Bizda A variantda. Ikkinchi misolimiz, qarang, kiyim-kechak fabrikasidagi sviterlarning 16%, ko'ylaklar 12% yaroqsiz. Ya'ni sviterlar va ko'ylaklar deydigan bo'lsak, xo'p, qarang. Umumiy sviterlarni jamisini 2100 ta degan. Endi bu x ta bo'lsa, bu 2100 minus x ta bo'ladimi? Ha. Endi qarang, sviterlarning 16%, ya'ni mana bular 16% brak. Ko'ylaklarning esa 12%, bularning 12% brak. Va deyaptiki, yaroqsiz sviterlar bilan yaroqsiz ko'ylaklar soni teng. Ya'ni mana buning 16%, ya'ni x kara 0.16 teng ekan buni 12% ga, ya'ni ko'paygan 0.12 ga. Yaroqsizlari teng yaroqsizlari qaraymiz. Va natijada mana buni tenglamani yechamiz. 900 chiqar ekan x. X bizada sviterlarning soni edi. 900. Xo'p,
Shunga ko'ra yaroqli sviterlar sonini toping. Demak, jami 900 tada sviterlar. Shundan 16% yaroqsiz bo'ladigan bo'lsa, bu yaroqlisini so'ragan. Demak, 900 tani 16% yaroqsiz bo'lsa, 84% yaroqli bo'ladi deb ko'paytiramiz 0.84 ga. Shunda demak bizada 756 kelib chiqadi B variantda. 5-misolimizda, demak, avval soddalashtiramizda, keyin bu qiymatlarni qo'yamiz. Xo'p. Minusni demak 5-darajaga yo'qota olmaydi. Shuning uchun minus A ning 10-si, B ning 5-si ko'paygan 4 ning kubi 64, A ning kubi B ning 9-si. Taqsim -8 kvadrati bo'ladi 64. A ning 12-si 6 kira 2, B ning 7 kira 2 14-si. Xo'p, endi e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda mana bu 64 bilan 64 ketadi. Mana bu A ning 12-si mana bular bilan qisqarsa, tepada A dan 13 ta bor-ku, A dan bitta qoladi. B 14 ta bu bilan ketadi. Xullas minus va A ni o'zi qolar ekan. Bu yerda -7.8 bo'lsa, javob +7.8 bo'ladi. Bu bizda 5-misol A javobimizda. 6-misolga o'tadigan bo'lsak, bizada hisoblang deb quyidagi misolni berib qo'yibdi. Bunaqa misollarda eng zo'r usul o'rgataman, qarang. Mana bundan bu 2 barobar ko'p, a? Shunaqa bitta misol tanlab oling. Ya'ni bu birlarni 4 ta qiling, shunda bu 2 barobar kam 2 ta bo'ladimi? Mana shunaqa paytda hisoblab ko'ring, 33 chiqadi javob. Ya'ni 1089 bo'lib 33 chiqadi. Endi qarang. Mana buni soni nechta bo'lsa, mana 2 ta bo'lsa, bu ham 2 ta bo'ldimi? Demak, mana buni soni nechta bo'lsa, shuncha 3 chiqar ekan javob. Ya'ni mana buning javobi 50 ta 3 chiqar ekan. Bu demak bizda D javobda. 7-misolimiz. Xo'p, qarang, surat mahrajini ildiz ostida 2 ga ko'paytirib olaman. Natijada nima bo'ladi, qarang. Surat 2 ildiz ostida 2 minus ildiz ostida 6 taqsim bu ikkalasi ko'paygani uchun bitta ildizga kirib ketadi va mana bu 2 mana bularga ko'paygan payti nima bo'ladi? 2 kira 2 4 minus 2 ildiz ostida 3 bo'ladi. Plus bunisini ham xuddi shuni ildiz ostida 2 ga ko'paytirib olamiz. Suratini ham, mahrajini ham. Suratdagi ko'payadi 2 ildiz ostida 2 plus ildiz ostida 6 bo'ladi. Mahrajdagi ikkita ildiz bitta ildiz bo'lib oladi-da, mana bu 2 ichkaridagi bunga ko'paysa 4 plus 2 ildiz ostida 3 bo'ladi. Ana endi mana bu ildiz ostida 3 minus 1 kvadrati bo'lgani uchun ildizdan ildiz ostida 3 minus 1 chiqadi. Bu ildiz ostida 3 plus 1 kvadratida bu, shuning uchun ildiz ostida 3 plus 1 chiqadi ildizdan. Endi 2 ildiz ostida 2 ildiz ostida 2 minus ildiz ostida 6 taqsim ildiz ostida 3 minus 1 qo'shilgan 2 ildiz ostida 2 plus ildizda 6 taqsim. Xo'p, ildiz ostida 3 plus 1. Endi mahrajini irratsionallikdan qutqaramiz. Ya'ni buni mahrajida minuslikmi, pluslik qilamiz yoki umuman mahraj beramiz desak ham bo'ladi. Bunga plusligidan, bunga minusligidan. Shunda mahraj bu ko'paygan bu bo'ladi-da, 3 minus 1 2 bo'lib qoladi. Suratda bu bilan bu ko'payadi, ketdi. 2 ildizda 6 bo'ladi. Ildiz 3 bilan 2 ildiz 2 ko'paysa minus ildiz 3 bilan ildiz 6 ko'paysa 3 ildiz ostida 2 bo'ladi. Plus 1 ko'paysa minus ildiz ostida 6. Plus xo'p, ildizda 3 mana bunga ko'payganda 2 ildiz ostida 6 plus ildiz ostida 3 bunga ko'payganda 3 ildizda 2. Xo'sh, minus 2 ildizda 2 va minus ildizda 6. Mahrajda 2 turaveradi. Endi surati ixchamlashadi. Qarang. Mana 3 ildizda 2 bilan bu ketadi, bu bilan bu ketadi. E'tibor bersangiz, mana minus ildizda 6 bilan minus ildizda 6, minus 2 ildizda 6 bo'lib bu bilan ketadi. Xullas tepada bitta mana bu qolar ekan. Pastda 2 qolar ekan. Shunda javob ildiz ostida 6 chiqyapti bizda. Hisob kitobda adashgan bo'lmasak agar. C javobda ekan, demak to'g'ri aytamiz. Keyingi misolimiz, qarang. Arifmetik progressiyaga oid mana bunday va mana bunday bo'lsa, A4 ni toping. Qarang, bizga ma'lumki, A3 dan A11 ayirsak 2 ta D bo'ladi. Bu 12 ga teng. Demak, D teng nechaga? 6 ga. Mana bularni maydalaymiz. Ya'ni A5 ni A1 plus 4 ta D deyman, D ni 6 ni qo'yaman plus A6 ni A1 plus 5 ta D deyman, 5 kira 6. 5 kira D ni 6 ni qo'ydim, teng 38. Mana shu yerdan A1 topamiz. 2 ta A1 qo'shilgan 24 ga 30 54 teng 38.
ikkita A1 barobar 38 4 darsak minus 16 bo'ladimi? Ha, A1 teng minus 2, minus 8 ekan. A1 bor, D bor. Endi A4 ni topayotgan vaqtimda A1 qo'shilgan 3 ta D qilaman. A1 o'rniga minus 8 qo'shilgan 3 ta D, ya'ni 3 kira 6 18. Shunda javobimiz 10 ga teng bo'ladi. Shunda javobimiz 10 ga teng bo'ladi 8-misolda. Xo'p, 9-misolimizda bular hammasi musbat son va arifmetik progressiyaning hadlari degan. Xo'p, qarang. X, Y, Z lar progressiyaning ketma-ket hadlari, Y, Z lar geometrik progressiyaning ketma-ket hadlari degan. Xo'p, qarang. Mana bu uchalasi arifmetik progressiya degani uchun u o'rtasidagi 2 ga ko'paytirilgani ikki chetidagi yig'indisiga tengligini bildiradi. Bularning geometrik progressiyaligidan o'rtasidagi kvadrati ikki chetidagini ko'paytmasiga tengligini bildiradi. Xo'p, mana bu yerdagi teng 12 ligidan qarang, x plus z 2y ga teng bo'lsa-da, o'rniga qo'ysak, mana bu bilan 3y ga teng 12 bo'ladi-da. Bizda y teng 4 chiqadi. Endi y teng 4 mana bu yerga keltirib qo'ysam, agar z plus t barobar 19 dan 4 ayrsam 15 bo'ladi. Xo'p, mana bu yerga keltirib qo'yadigan bo'lsam, z kvadrat barobar 4t bo'ladi. Mana shuni sistema qilamiz. T ni bundan topib bunga keltirib qo'yamiz. Ya'ni z kvadrat barobar 4 ko'paygan t ni o'rniga 15 minus z. Xo'p, z kvadrat barobar 60 minus 4 ta z. Bir tomonga olib o'tsak, z kvadrat plus 4 ta z minus 60 teng 0 bo'ladi. Bundan xo'sh, z teng 6 bo'ladi. Bittasi manfiy chiqadi, olmaymiz. Minus 10 chiqadi adashmasam. Z teng 6. Xo'p, z teng 6 ni mana bu yerga keltirib qo'ysak, t barobar 9 ham chiqadi. Endi mana bu yerga keltirib qo'ysak, 2y ya'ni 8 barobar x plus deb z o'rniga 6 ni qo'ysak, x teng 2 ham chiqadi. Demak, x teng 2, y teng 4. Ha, o'sha shu bitta javob bor ekan bunaqa. Keyingisi. Soddalashtiring debdi. Qarang, 8 taqsim mahrajdan a ni chiqarib olsam a plus 2 ayrilgan a taqsim a minus 2 ga a plus 2. Xo'p, qarang, bunga demak a minus 2 tadan beramiz, bunda a tadan beramiz. Shunda umumiy mahraj a ko'paygan a minus 2 va a plus 2 bo'ladi. Va surati, qarang, surati bu bilan buni ko'paytmasi 8a minus 16 minus a kvadrat bo'ladi. Suratdan minus chiqarib oladigan bo'lsak, a minus 4 kvadratini beradi. Taqsim mahrajini o'zi. Endi shu narsa ko'paytirilgan mana bu ifoda. Buni suratdan a ni chiqarib yozadigan bo'lsak, endi bu bilan bu ketadi, bu bilan buni bittasi ketadigan bo'lsa, suratda qarang nima qoladi? Minusdan a minus 4 suratda-yu a plus 2 pastda qoladi. Endi ana shu narsaga qo'shishim kerak buni. Xo'p, natijada mahraj a plus 2 bo'ladi. Bu minus suratiga ta'sir qiladi buni. Minus a plus 4 qilib qo'yadi. Plus, endi buni mahraj surati. A lar qisqarib ketsa, shunda 12 taqsim a plus 2 chiqar ekan. Xo'p. Bu bizda B variantda. Xo'p, 11-misolimizga o'tadigan bo'lsak, bizda quyidagicha demak ildizli ifoda berilgan. E'tiboringizni mana bunisiga qarating. Ikkalasi ko'p mahraj beradigan bo'lsak, agar bunga 1 minus a tadan, bunga 1 plus a tadan beramiz-ku, suratlar qo'shiladi-da, bu bilan bu ketib 2 taqsim bu bilan bu ko'payib 1 minus a kvadrat bo'ladi. U keyin bu bilan ixchamlashadi. Va bu ikkalasini yig'indisi mana buni minusligini beradi. Keyin bu ikkalasi ixchamlashib buni minusligini beradi. Eng oxirgi qadam yozaman. Demak, undan oldingi hammasi ixchamlashib, xuddi shuni minusligini hosil qilgan bo'ladi. Va bunga 1 minus a ni 8-sidan, bunga 1 plus a ni 8-sidan mahraj beradigan bo'lsa, mahraj bu bilan buni ko'paytmasi, ya'ni a kvadrat minus b kvadrat bo'lib 1 minus a ni 16-chi bo'ladi. Surat demak 8 8 16 bo'ladi, chunki 8 mablag'i qisqarib ketadi. Mana shu holatgacha soddalashdi. Endi a ni o'rniga shuni qo'yadigan bo'lsak, bekordan bekorga qarang, 16-darajali ildizmasida mana bu 16 shuni yo'qotadi. 16 taqsim 1 minus 17 bo'ladi.
Shunda javob -1 bo'lar ekan bizda C variantda. 12-misolimizda xo'p, qarang. Mana buni alfa, mana buni beta deb oladigan bo'lsak, bundan kelib chiqadiki, sinus alfa barobar 8/15. Bundan kelib chiqadiki, arc kosinus shu narsa bo'ladigan bo'lsa, kosinus beta barobar 15/17. Bularni alfabetda qo'yilgan holatida yozadigan bo'lsam, sinus alfa minus beta bo'lib qoldi. Buni o'rniga alfasini, buni o'rniga betasini qo'yib yozsam. Endi buni ochib chiqadigan bo'lsak, sinus alfa kosinus beta minus sinus beta kosinus alfa teng. Ana endi qarang. Sinus alfadan foydalanib kosinus alfani topsa bo'ladimi? Ya'ni ildiz ostida 1 minus sinus kvadrat. Endi oldida plus minusi ham bor-ku deyishingiz mumkin. Arc kosinus, arc sinuslarda har doim plusini olasiz. Buni o'ziga yarasha sabablari bor. Osmondan tushmagan-u, lekin sabab bor. Mana bu yerda arc tangens ekan, e'tiborsiz qilib sinus deb olibman-ku. Mana bu yerda tangens bo'ladi. Xo'p, tangensdan foydalanib, buni burchakdan ketganimiz yaxshiroq, uch burchagidan deylik, tangens alfasi bo'ladigan bo'lsa, bu 8 bu 15 bo'lsa, tangens alfa shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Pifagorga ko'ra bu demak 17 bo'ladi. Va bizga kerakli narsa sinus alfani topmoqchi bo'lsam, mana bu yerdan sinus alfani o'rniga 8/17 qo'yaman. Hop, endi bundan foydalanib sinus betani topsak bo'ladi. Ildiz ostida 1 minus kosinus kvadrat qilib. Bu bizda 8/17 bo'ladi. Xo'p, kosinus betamiz o'rniga qo'yamiz 15/17 ni. Sinus betamiz o'rniga qo'ysak 8/17 ni. Kosinus alfani o'rniga qo'ysak, mana bu yerdan kosinus alfani topadigan bo'lsak, yopishgan katet 15 hipotenuza 17. Endi mana shuni hisoblaydigan bo'lsak, 289 bo'ladi mahraji hammasini. 15 kere 8 minus 15 kere 8 0 bo'ladi-da, javobimiz ham 0 chiqar ekan. Bu bizda D javobimizda ekan. Keyingi misolimiz bizda trigonometrik tenglama ekan. Xo'p, mana buni keling hammasini 2 dan 1 ga ko'paytiraveramiz. Ya'ni 1/2 sinus 2x qo'shilgan ildiz ostida 3/2 kosinus 2x barobar ildiz ostida 3/2. Xo'p, demak biz buni sinus 2x qo'shilgan pi/3 deb yozsam bo'ladi. Ya'ni nega? Sinus 2x kera kosinus pi/3, mana kosinus pi/3. Keyin sinus pi/3 kosinus 2x. Mana shu narsani beradi xolos. Barobar ildiz ostida 3/2. Endi xo'sh, buni yechadigan bo'lsak, tenglamani 2x plus pi/3 barobar -1 darajasida k arc sinus mana bu, ya'ni sinus qachon bunga erishadi? 60 gradusdami? pi/3 plus pk. Xo'p, buni bu yoqqa olib o'tib, keyin 2 ga bo'lib oladigan bo'lsak, minus pi/3 bo'lib o'tgan bo'lsa, bu yoqqa 2 ga bo'lsa minus pi/6 qo'shilgan -1 darajasida k yo pi/6 plus pk/2 bo'ladi. 2 ga bo'lib olsam, mana javob chiqdi. Endi shuni mana bu kesmadagi ildizlar yig'indisini topishim kerak. Yaxshi, keling k ga 0 berib ko'ramiz. K ga 0 bersam minus pi/6, mana bu yerda 1 bo'ladi-da, bu plus pi/6 bo'ladi va plus 0 bo'ladi. Javob 0 chiqar ekan. Xo'p, k ga 1 bersam minus pi/6, mana bu yer minus bo'lib yana minus pi/6 bo'ladi. K ga 1 berganimda pi/2 bo'ladi. Ya'ni pi/2 bu ikkalasi minus pi/3 beradi. Bunga 3 tadan, bunga 2 tadan bersam, xullas pi/6 chiqar ekan. Bu 0 chiqadi. Endi k ga minus 1 berib o'tirmang, chunki k ga minus 1 bersangiz, mana bu javob manfiy chiqib qoladi. Bu yerda manfiy qiymat yo'qda, bu chegarada. Shuning uchun k teng 0/2 qilib musbatlarga qarab ketyapmiz. K ga 2 bersak, minus pi/6 qo'shilgan. K 2 bo'lganda mana bu plus 1 bo'ladi-ku. Shuni hisobiga pi/6 ni olib plus bo'ladi. Plus k ga 2 ni qo'ysam, mana bu yerda pi bo'ladi. Bu javob pi. K ga 3. Mana bu ham borda chegarada hali. K ga 3 qo'yamiz endi. Minus pi/6. K 3 teng bo'lganda mana bu darajasi toq bo'ladi. Minus 1 toq darajasi minus 1 bo'lgan hisobiga minus pi/6 qo'shilgan pi/3 qo'yadigan bo'lsam 3 pi/2 bo'ladi. Hop, bular minus pi/3 bo'lsa, ya'ni 3 pi/2 minus pi/3.
Nima bular 30 60 bo'ladi-da. Bunga demak 3 tadan, bunga 2 tadan beradigan bo'lsam, shunda surat 7 pi taqsim 6 bo'ladi. 7 pi taqsim 6 bo'ladi. Bu demak pi dan sal kattaroq javob, hali 2 pi ga yetmadi. Demak, yana davom etamiz. K teng 4 bo'lsa-chi. K teng 4 bo'lsa minus pi taqsim 6 qo'shilgan pi taqsim 6 bo'ladi. Chunki K teng 4 da bu plus 1 ku. Qo'shilgan K teng 4 da mana bir 2 pi bo'ladi. Va javob точно 2 pi ni o'zi chiqadi. Demak 2 pi bu ham chegaradagi oxirgi qiymat. Endi qiymat bersangiz, aniq 2 pi dan oshib ketadi. Demak, bizani shu chegaradagi javoblarimiz topdik, mana. Endi ularni yig'indisini hisoblang degan. Ya'ni qo'shing degan. Bular hammasini qo'shadigan bo'lsak nima bo'ladi qarang. Bu ikkalasini o'zi 3 pi bo'ladi. Qo'shilgan. Bu bilan buni qo'shadigan bo'lsak 8 pi taqsim 6 bo'ladi. 2 qisqartiradigan bo'lsak 3 pi qo'shilgan 4 pi taqsim 3 9 bo'lsa 13 pi taqsim 3 ga. Javob B variantda ekan 13-misolimiz. Xo'p, 14 ga o'tamiz. Bizda tengsizlik berilgan mana bu. Va buni yechish kerak ekan. Xo'p, qarang. Mana shu yerda eng qulay variantda 3 ning eksinchisini mana bu yoqdan yozaylik. 3 ning eksinchisini a deb olamiz. Shunda 9 eksinchisi a kvadrat plus 2a minus 117 taqsim a minus 27 minus 1 kichik yoki teng 0 bo'ladi. Shunda mana bunga a minus 27 tadan beramiz. A minus 27 surat bo'ladi a kvadrat plus 2a minus 117 va minus ta'sir qilsam minus a plus 27 bo'ladi. Kichik yoki teng 0 dan. Suratini hisoblaydigan bo'lsak, a kvadrat plus a bo'ladi va minus 90 bo'ladi. Taqsim a minus 27. Suratini ham darrov ko'paytuvchiga ajratib yozaman. A plus 10 ga a minus 9 bo'ladi. Kichik yoki teng 0. Endi buni oraliqlar usuliga qo'yamiz. Bu yuqoridagi misol aralashib ketmasin. Xo'sh, minus 10 bu yerdan 9, bu yerdan 27 ni belgilasak, minus 10 bilan 9 ichiga kiradi. Suratdan keldi bular. 27 dan katta son qo'ysam musbat, manfiy, musbat, manfiy. Bizga manfiy joy kerak. Ya'ni a kichik yoki teng 10 bilan 9 va 27 oraliq kerak. Bu a ni oralig'i esingizdan chiqarmang. A da 3 eksinchisini oldim. 3 eksinchisini qo'ysam, mana bu yoqqa 3 eksinchisini qo'ysam, 3 eksinchisi musbat sonda, u minus 10 dan kichkina bo'la olmaydi. Shuning uchun buni yechim kerak emas. Bu yoqqa qo'yadigan bo'lsam, 3 ning eksinchisini xo'p, bilasiz, buni 3 kvadrat deb yozsam, buni 3 kubi deb yozsam agar 3 lar tushib qoladi va javob 2 dan 3 gacha bo'ladi. Bu bizda A variantimizda. Keyingi misolimiz, xo'p, tengsizlik yeching degan. Xo'p, qavslar ochiq chiqmasdan shuni bu yoqqa minus qila olib o'tamizda. Ya'ni x kub ko'paygan x plus 1 taqsim x ayrilgan 8 ko'paygan x plus 1 taqsim x. Kichik yoki teng 0. Ikkalasidan ham x plus 1 taqsim x chiqara oladigan bo'lsak, qavs ichida x kub minus 8 qoladi. Kichik yoki teng 0. Xo'p, endi qarang. Xo'p, birinchi qavsiga demak mahraj bersak, x kvadrat plus 1 va unga mana buni ko'paytiramiz. Buni ham a kub minus b kub bo'yicha ajratib yozamiz. Mana taqsim x. Kichik yoki teng 0 dan. Xo'p, bu musbat son tashlaveramiz. Bu musbat son tashlaveramiz. Natijada x minus 2 taqsim x kichik yoki teng 0 qoladi bizdan. Bu bilan musbat sonligini qayerdan bildingiz desa, diskriminant manfiy oldagi a sini ishorasi musbatligidan bildim. Buni yechadigan bo'lsak 0 va 2. Xo'p, shunda demak manfiy joylar bizada 0 dan 2 gacha bo'ladi. Nechta butun son bor degan? Demak 1 2 bor. Nechta degan 2 ta bo'ladi. Shunda D javobda. Xo'p, keyingi misolimiz. Quyidagi tenglar berilgan. Qarang, ildiz ostida 4 minus x qoldiraman-da. Xo'p, o'zi olib o'tishim shart emas ekan. Qarang, aniqlanish sohasini qo'ysam, buni katta yoki teng 0, bunikini ham katta yoki teng 0 deb. Ikkalasi aniqlanish sohasi bir-biri bilan kelishmay qoladi. Ya'ni bu x 4 dan kichik bo'lsin deydi, bu aytadi x 6 dan katta bo'lsin deydi. Ham 4 dan kichik, ham 6 dan katta son bir vaqt o'zida
iloji yo'q. Shuning uchun siz topgan har qanday ildizingiz bu ildiz ichini qanoatlantirsa, ya'ni topgan javobingiz buni qanoatlantirmaydi. O'zi shu yerdan nima bo'lib boshlaydi, ya'ni muammo bo'lib boshlaydi. Shuning uchun уже kvadratga oshirishgacha hojat qolmadi. 17-misolda sistemaning yechimlari, ya'ni ildizlarning sonini toping debdi. Mana bu qismiga e'tibor qaratamiz. Qarang, 4 2 ning kvadrati deb mana bu 2 oldinga 1/2 bo'lib tushgan payti bu bilan qisqarib ketadi. Ya'ni qoladi logaritm 2/x qo'shilgan logaritm 2/y teng 4. Logaritm 2/x y barobar 4 bo'ladi. Bunga ko'ra x y barobar 2/4 bo'ladi. Endi qarang, mana shu ma'lumot va mana bundan x kvadrat plus y kvadrat teng 2 ning 5-chisi bo'lib 32 bo'ladi. Uni bilamiz. Uni yoniga buni sherik qilib yozamiz. X kare y teng 16. Endi yechib ildizlar sonini toping debdi. Qarang, ko'paytmasi 16, kvadratlar yig'indisi 32 bo'lgan. 4 va 4, -4 va -4 yechimlar borda. Faqat sistema qilib yechsangiz ham yoki bir qarashda topsangiz ham bo'ladi. Lekin bizda mana bu yerda logaritmdagi x ylar musbat bo'lishligi shart bo'lgani uchun bu javobni ola olmaymiz. Javob 4 va 4 ni o'zi faqat. Ildizlar sonini toping degan, demak bitta ekan. Bu javob ikkita hisoblanmaydi. Bitta hisoblanadi. Xo'p, keyingisi. Bizda modulda 5x - 3 minus modulda 7x - 4 barobar 2x - 1 ekan. Va ushbu demak modulli tenglamamizni yeching deb tushunchaki. Xo'p, modullarni demak barcha oraliqlarda tekshirib chiqamiz. Ya'ni bu 0 ga teng bo'ladigan va bu 0 ga teng bo'ladigan chegaralarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, buni ikkinchisidan 4/7 chiqadi, bunisidan 3/5 chiqadi. Demak, biz mana bu 3 ta oralig'ida yechib chiqamiz. Birinchi oralig'imiz, yana birinchi oralig'imiz mana shu chap tomon, ya'ni x kichik yoki teng 4/7 bo'lgan oraliq. Va bu oraliqdan qanday foydalanamiz desa, 4/7 dan chap tomonda kichik bo'lgan bironta qiymat tanlayman. U modulga qo'yib, modul ichidan musbat chiqadimi yo modul ichidan o'zi chiqadimi, modul ichidan minus chiqadimi? Shuni bilib olish uchun-da aniqlash uchun deylik, 0 bor bu tomonda. 0 qo'ysam, birinchi modul uchun manfiy bo'lgani uchun bu 3 - 5x bo'lib chiqadi. Ikkinchisi ham manfiy bo'lgani uchun joy almashib chiqadi-yu, lekin oldagi minusini baribir joyga qo'yib qo'yadi. Shunda mana bunaqa bo'lib qoladi. Xo'p, teng 2x - 1. Endi buni yechadigan bo'lsak, xo'sh, bu 2x - 1 barobar 2x - 1 bo'ladi. Buni javobi x tegishli istalgan son cheksiz ko'p deyotgan paytimizda cheksiz ko'p javobni mana bu javob bilan birlashtirishingiz kerak. Ya'ni javob mana bu bo'ladi. Ya'ni siz hozir mana bu yerda x teng 10 chiqqan taqdirda ham u 10 mana bunga to'g'ri kelsa olasizda aslida. Shuning uchun hozir bizda chiqayotgan cheksiz istalgan son buni javobi degan javob ham mana bu bilan kelishib yakuniy qarorda mana bu javob bo'ldi. Demak, hozircha bizda shu javob. Endi keyingi oralig'imiz mana bu oraliq, ya'ni mana bu 3/5 bu 5 emas, mana bu 0 ga tenglashtirgandagi qiymat bu. 3/5. Endigi oralig'imiz nima bo'ladi? 4/7 dan katta yoki teng x, kichik yoki teng 3/5 oralig'i bo'ladi. Bu oraliqdan son tanlaydigan bo'lsak, xo'p, bu 0,57 taxminanda, bu 0,6 bu. Shu oraliqdan keling, masalan 0,58 tanlasak, 0,58 qo'ygan paytimizda mana manfiy bo'ladi. Shuning uchun minus bilan chiqadi. Bu musbat bo'ladi, o'zi chiqadi, lekin oldidagi minus baribir ta'sir qiladi unga o'zi chiqqani bilan. Teng 2x - 1. Buni hisoblaydigan bo'lsak, -12x + 7 barobar 2x - 1. Bu yerdan 14x barobar 8 bo'lsa, x barobar 2 ga chiqarsam 4/7 bo'ladi. Xo'p, 4/7 mana bu yerga kirganligi uchun buni olamiz. O'zi 4/7 mana bu yerda ham olingan. Shuning uchun alohida juda e'tibor kerak emas unga. Ikkinchi oraliq, mana endi 3-chi oralig'ga chiqamiz. Ya'ni bu oraliq x katta yoki teng 3/5 dan. Masalan, 3/5 dan katta sonlar ichida 10 bor. 10 ni qo'yib tekshirib ko'raman. Modul ichi musbat, modul ichi musbat. Shuning uchun bularning ikkalasini o'zi chiqadi. O'zi chiqqani bilan minus ta'sir qiladi ikkinchisiga. Va -2x + 1 barobar 2x - 1 bo'ladi. Xo'p, bunga ko'ra x barobar 1/2 chiqadimi? Chiqadi. 0,5 ku bu. 0,5 mana bu 0,6 dan katta. Mana bu shartga mos kelmagani uchun bu javobni ola olmaysiz. Ko'ryapsizmi shart qanaqa muhimligini? Demak, yakuniy javob mana buni o'zi ekan. Bu-chi desangiz, bu narsa buni o'zida bor-ku, mana tenglik hisobiga bormi? Ha. Demak, javob bizda B varianti bo'ladi shunda. 19-misol. Ushbu tenglamani ildizlari shu bo'lsa va mana shu shart o'rinli bo'lsa, A ning eng keng o'zgarish oralig'ini toping. Ya'ni
a'ning xullas nimasini toping, qiymatini o'zi topsangiz ham o'zi javob ko'rinib qoladi. Hop, qarang. Demak, mana buni ildizlari, ya'ni mana buni keling funksiya deb olaylik-da. f at x barobar x kvadrat plus x plus a minus 2 funksiya deb olsam, shu funksiyani x1 x2 lari, ya'ni buni endi mana bu yer oldin musbatligidan bilsangiz bo'ladi, shoxlari yuqoriga qaragan. Va uni x1 x2 lari 1 u 2 mana masalan 1 desak, 1 da bu yoqda x2 joylashgan, katta bo'lgani uchun x1 bu yoqda joylashgan. Endi bu manfiymi musbatmi bilmaymiz, birdan kichkina. Mana shunaqa bo'lib, mana shulardan kesib o'tib, shoxlari yuqoriga qaragandan keyin, mana bunaqa shoxlari yuqoriga qaragandan keyin graf taxminan shunaqa o'tishi aniq va men ayta olamanmi funksiyani birdagi qiymatini manfiy deb. Ya'ni f atni birdagi qiymatini manfiy deya olamanmi? Ha. Demak, mana buni birdagi qiymati nima bo'ladi desa, 1 plus 1 plus a minus 2 0 dan kichik. Mana shu yerdan a ni topadigan bo'lsak, a 0 dan kichikligi ko'rinib qoladi. Xo'p. Quyidagi funksiyalardan nechtasi juft? Juft bo'lish uchun x ga pluslik sonni ham minuslik sonni qo'yganda ham javob bir xil chiqishi kerak. Ya'ni plus minus ishorani unga farqi bo'lmasligi kerak. Masalan, ikkinchisida ham xuddi shunday. Chunki mana bu bilan buni o'rni almashib qoladi. Mana bu yer ishorani chiqarmaydi. Xullas, suratda ham, mahraji ham bir xil o'zgarmas. Xo'p. Ana endi mana buni ochib chiqadigan bo'lsangiz, o'zi x ni kvadrati plus 2026 ni kvadrati qoladi-da. Mana bu x kvadrat hisobiga bu ham juft sonligi ko'rinib turibdi, juftligi. Bunda unaqa bo'lmaydi. Bunda unaqa bo'lmaydi. Bu juft ham toq ham bo'lmay qoladi katta ehtimol bilan. Juft yo'q, toq bo'lib qolar ekan. Chunki mahraj juft bo'lib qoladi. Hozir qavs ochib chiqsa ixchamlashib ketib, bu ham juft, lekin mana buni hisobiga toq bo'lib qoladi. Demak, nechtasi juft degan ekan? 3 tasi bo'ladi. C javobda bizada. Hop, 21-misol. Quyida uchi t 2 u m nuqta. Demak, mana bu 2 degani mana bu nuqta 2 koordinatasi. M degani mana bu m. Ya'ni mana bu masofani 2 deganida endi. Xo'p, parabola ko'rsatilgan t ob 3 burchak yuzi qancha? Mana shu uzun topish kerak ekan. Bu m bo'lsa, mana bu ham m. Endi qarang. Xo'p, funksiyani, ya'ni parabolani y barobar holatini x minus x0 kvadrati plus y0 shaklidagi qolip ham borda. Shunga qo'yadigan bo'lsak, x0 y0 da bizada endi bu 3 ku. Hop, y barobar a ko'paygan x minus x0 ning kvadrati plus y0 mana. Mana shu holat. Endi shunga bir marta mana bu nuqtani qo'ysam, koordinatasi 0 4. Nima bo'ladi? Y barobar 4, a ko'paygan x ga 0 qo'yadigan bo'lsam 4 plus m. Mana bu nuqtani qo'ysak 5 6 ni y ga 6 qo'yaman. X ga 5 qo'ysam 3 kvadrati 9 plus m bo'ladi. Shu yerdan pastdan tepani ayirib olsak 2 barobar 5m bo'ladi-da. 5a bo'ladi. A m la ketadi-ku ayirganda. A barobar 0,4 chiqadi bu yerdan. A ga 0,4 keltirib qo'yadigan bo'lsam, keyin a barobar 0,4 kara 4 plus m bo'ladi-da. M topsak 2 4 bo'ladi. M so'raganmi deymi o'zimizdan? Yo'q, m so'ramabdi-ku. Yuzani so'rabdi. Endi s 3 burchak yuzasi qanday topiladi? Mana bu tomon chiqdi katetlardan biri. Kateti ko'paygan kateti taqsim 2 qilsak, javob shunda yuzasi 2,4 chiqar ekan. Keyingisi, xo'p, hosillar olib, mana funksiyani bergan, hosil olib 0 qiymatini qo'ying deb. Demak, f at x dan hosil olishimiz kerak. Xo'p, buni hosilasi nima bo'ladi? 2 ni darajasida sinus x dan hosil oladigan bo'lsak, hop, o'zi ko'paygan ln 2 ko'paygan sinus x dan hosila murakkab bo'lgani uchun plus. Endi qarang, mana bundan hosil olish kerak. Buni hosilasini qanday olamiz? Keling, buni qanaqadir a deb belgilab olaman-da. Arc tangens y darajasi x. Maqsadim a ni hosilasini topish. Tangenslab yuboraman, ya'ni bu tangens a bo'ladi, bu yoqda y darajasi x bo'ladi. Endi hosil olamiz. Tangens a ni hosilasi a dan hosila ko'paygan 1 taqsim kosinus kvadrat teng y darajasi x hosilasi y darajasi x. Bu yerdan a dan hosila barobar y darajasi x ko'paygan kosinus kvadrat qanday topamiz desa, mana formula bor-ku, 1 plus tangens kvadrat a barobar 1 taqsim kosinus kvadrat. Shunga ko'ra tangens kvadrat o'rniga mana buni keltirib qo'ysam, y darajasi x, mana bu yerdan kosinus kvadrat topsam 1 taqsim 1 plus kosinus kvadrat bo'ladi, ya'ni 1 plus y darajasi x kvadrat bo'ladi. Shunda mana bu y darajasi x ko'paygan kosinus kvadrat a bor-ku, o'sha bu yerdan topilgan kosinus kvadratni bu yoqqa keltirib qo'yamiz. Shunda a dan hosila barobar y darajasi x taqsim, mana bu yerdan mana bu y darajasi x qo'yib buni topib olsangiz 1 taqsim 1 plus y darajasi 2x bo'ladi-da.
Shu narsa bo'ladi. Demak, hosilasi topildi. Mana buni hosilasini yozyapman men. Endi 0 qo'yish kerak. F(dan hosila 0. Hop, x ga 0 qo'ya oladigan bo'lsak, 2 sinus 0 0 bo'ladi. Kara ln 2 kara kosinus 0 plus y darajasi 0 1 taqsim 1 plus y darajasi 0 1 bo'ladi. Bu endi kosinus 0 0 bo'lgani hisobiga balki kosinus 0 1 ku. Bu ham 1. Demak, ln 2 ni o'zi qolar ekan bu yerda qo'shilgan. Mana bu 1 taqsim 2 bo'lib qoldimi? Endi qarang nima qilamiz buni. ln 2 plus mana buni ln ildizda y desam bo'ladimi? Chunki shu mana buni beradi, 1 taqsim 2 ni beradi. Va bular keyin ko'payadi, 2 ildizda y bo'ladi. Bu bizda D javobda ekan. Keyingi misolimizga o'tadigan bo'lsak. Xo'sh. Endi qarang. Mana bu yerda boshlang'ich olish qiyin emas bulardan. Darajasi 1 qo'shamiz. 2028 taqsim 2028 qo'shilgan bu, demak darajasi 1 qo'shiladigan bo'lsa 2027 taqsim 2027 bo'ladi. Chegarasi 0 dan 11 gacha ayrilgan. Bunisi demak integral x darajasi 2028 taqsim plus x darajasida 2027 taqsim 2027 chegarasi 1 dan 11 gacha. Xo'p. 11 qo'ysak, bunda ham 11 qo'ygan paytimizda ikkalasi 11 qo'yganimizdagi natijalar qisqarib ketadi. Shuning uchun bizga 0 qo'ygandagi natijalar qiziq, ya'ni 0 minus mana bu yerda qisqarib ketgandan keyin oldin minus bilan minus plus ham bo'lib ketadi. 1 taqsim 2028 qo'shilgan 1 taqsim 2027 ni o'zi qolar ekan. Ya'ni javob bizda C variantda 23. Xo'p. 24-misolimiz. Qarang, aylanadan tashqaridagi nuqtadan ikkita kesuvchi o'tkazildi. Mana aylanadan tashqaridagi nuqtadan ikkita kesuvchi o'tkazilgan. Endi bu aytayaptiki, birinchi kesuvchining aylana ichidagi qismi 96, tashqi qismi 36. Agar ikkinchi kesuvchining ichki qismi tashqi qismidan 3 ga katta bo'lsa, ya'ni x ga x + 3 bo'lsa, ikkinchi kesuvchini tashqi qismini toping, ya'ni x toping debdi. Xo'p, qoida nima edi? 36 ko'paygan, ya'ni mana bu ko'paygan to'lig'i endi 132 bo'ladi. Teng x ko'paygan, buni to'lig'i bo'ladi 2x + 3. To'lig'ini hisoblaydigan bo'lsak endi. Bu yerdan kvadrat tenglamaychi bemalol x topib olsak bo'ladi. Buni muammosi yo'q hech qanaqasiga. Xo'p, bizda javob adashmasam 48 chiqadi. 48 ekan, A javob ekan. 25. Xo'p. Qarang, teng yo'li to'g'ri burchakli uchburchakda deyapti. AC diametr O markazli yarim aylantirilgan. AC ni diametr qilib O markazli yarim aylantirildi, demak radius 3 demoqchi. Hop, AB teng AC teng 6 bo'lsa, bu berilgan sohalar yuzalari yig'indisini toping. Qarang, 6 teng yo'li bo'lgani uchun 45 mi? Bu ham 45 mi? Hop, endi qarang. Mana bu buni perpendikulyar tushsam aynan ana shu yerga tushadi. Nega desa, chunki 90 45 bo'lsa, mana bu ham 45 ku. Endi qarang. Men aytmoqchimanki, mana bu narsa ham 45 gradusli burchakka tiralib turibdi. Mana bu qismi ham. Demak, men mana bu yerni olamanda, mana bu yerni yopib to'ldiraman. Ya'ni men bo'yalgan joy yuzini topish kerak deganda, mana bu joy yuzini topish tushunaman endi. Xo'p, buni yuzini qanday topamiz desak, 45 bo'lsa, 90 bo'lsa, mana bu ham 45 mi? Ha. Demak, agar mana bu yer h bo'lsa, 45 bo'lgani uchun bu ham h bo'ladi va gipotenuza h ildizligi teng 6 bo'ladi. Va bu yerdan h topadigan bo'lsam 3 ildizli 2 bo'ladi. Endi qarang. Bu ham 3 ildizli 2 bo'lsa, demak uchburchak yuzi to'g'ri burchakli uchburchak yuzi katetlari ko'paytmasi taqsim 2 bo'ladi va javob shunda 9 bo'lar ekan bizda B javobda. 26. Perimetri 32 bo'lgan parallelogramda diagonallar o'tkazilgan. Xo'p, parallelogram chiza olamiz. Xo'sh, diagonallar o'tkazilgan. Ikkita qo'shni uchburchaklar perimetrlari ayirmasi 8 cm ga teng. Keling, nima bu x bo'lsa, bu y bo'lsa, bu x bo'ladi va y bo'ladi. Keling, bu a bo'lsin, bu b bo'lsin. Endi qarang.
Hop, bizga aytdiki, perimetr 32 bo'lsa, perimetr 32 ligidan 2 kere a plus b 32 bo'lsa, a plus b 16 chiqadi. Endi buni perimetri p bo'lsa agar, buni perimetri p plus 8 ekan. 8 ga farq qiladi deyapti-ku. Perimetrlar ayirmasi 8 deyapti. Endi nima yozsam, qarang. Mana buni perimetrida ham x, y, a bor. Buni perimetrida ham x, y va b bor. Ana shuni 8 ga farq qilishligi mana bu a bilan b ga bog'liq bo'lib qolyapti. Chunki qolgan x, y lari bir xil. Demak, bundan bu kattami? Demak, a dan b 8 ga katta. Mana. Demak, mana bu sistema yechamiz. b o'rniga a plus 8 qo'ysam, shunda 2a plus 8 teng 16 bo'ladi-da. A teng 4 bo'ladi. A ga 4 qo'yadigan bo'lsak, b teng 12 bo'ladi. Xo'p, katta tomon uzunligini toping deyapti. 12 bo'ladi bizda C variantda. Keyingi misolimiz, xo'p qarang, bizda qoida borda, agar trapetsiyani tomon o'rtasini tutashtirsa, kelib tutashsa, mana shu uchburchak yuzi kattani yuzini yarmi bo'ladi, ya'ni trapetsiyani yuzini. Hozir 17 8 bo'lsa, Pifagordan mana bu 15 chiqadimi? Ha. Endi qarang, S trapetsiyani yuzi 2 ko'paygan ana shu uchburchak yuziga teng, ya'ni uchburchak yuzi trapetsiyani yarmi edi. Bu to'g'ri burchakli bo'lgani uchun 15 kere 8 taqsim 2 qilamiz buni. Bular qisqarib ketsa 15 kere 8 120 bo'ladi. D javobda. 28-misol qarang. Muntazam oltiburchak, mana muntazam oltiburchak. Xo'sh, va mana bu kvadrat. Endi qarang. U mana bu tomonlar umumiy bo'lgani uchun hozir hamma tomon bir xil bo'ladi mana. Hammasi bir xil bo'ladi. Qolganlari ham endi qarang. Bo'yalgan sohaning yuzi 8. Endi mana bu 120 bilasiz oltiburchakda. Bitta burchagi. Bu 90. Shunda mana bu yoqqa 150 qoladimi? Romb ekan bu. Rombni yuzi uchun s barobar a kvadrat sinus alfa formula bor. Shunga ko'ra, ya'ni a kvadrat tomonlari a kvadrat sinus 150 qilsak, sinus 150 da 1 taqsim 2 teng 8 desa, mana bu aytayotgan joyi. Bu yerda a teng 4 chiqadi. A teng 4 degani o'sha mana buni hamma tomonlari 4 ekan. Hammasida mana bular ham 4 ekan. Ana endi bizdan shaklni perimetrini so'rayapti. Perimetr atrofini o'rash degan faqat. Mana bu yerlari bilan. Shunga perimetrga mana bular kirmaydi. Demak 1 2 3 4 5 6 7 8 ta 4 bor bu yerda. Demak perimetr 32 bo'ladi. Bu bizda C variantda. Keyingi misolimiz. Demak, vektorlarimizning moduli, ya'ni uzunligi berilgan. A bilan B vektor orasidagi burchak 60 gradus, ya'ni alfa teng 60 gradus. Hop, mana yozib qo'ysak, a vektor b vektor taqsim modul a modul b barobar kosinus alfamidi? Shunga ko'ra, qarang yozamiz. A vektor kara b vektor taqsim modul a ildizli 2, modul b ham ildizli 2 barobar kosinus 60 da 1 taqsim 2. Bu bilan bu qisqarib ketsa, o'zi a vektor b vektor skalar ko'paytmasi birligi ko'rinib qoladi. Endi qarang. Mana bu bilan mana bu ikkalasini yasalgan parallelogramni diagonallari kvadratlari yig'indisini toping debdi. Endi qarang. d1 kvadrat plus d2 ni kvadrati bilasizki 2 ko'paygan a kvadrat plus b kvadrat. To'g'rimi? Xo'p, endi a kvadrat b kvadrat o'rniga parallelogram tomonlari-ku bular. Shuni keltirib qo'yaveramiz, ya'ni 2 ko'paygan a kvadrat deganda mana bu kvadrat. 9a vektor kvadrati minus 6a vektor b vektor plus b vektor kvadrati plus. Demak, b vektor kvadrat degani buni kvadratini qo'ysak, a vektor kvadrati minus 4a vektor b vektor plus buni kvadrati. 4ta b vektor kvadrati teng. Xo'p, ixchamlaydigan bo'lsak buni, mana bu bilan mana bu bo'ladi 10ta a vektor kvadrati, ya'ni mana buni kvadrati 2. Xo'p, bu bilan bu ixchamlashib minus 10ta a vektor b vektor bo'ladi, u 1 ga teng 10 kara 1 plus bu bilan bu 5ta b vektor kvadrati bo'ladi, ya'ni mana bu kvadrati 2. Shuni hisoblash kerak ekan. Buni hisoblasak 10, 20 kara 2 40 ekan. Javobi bizda A varianti ekan. 29-misolimiz. Xo'p, endi 30-misolimizda qarang, muntazam to'rtburchakli piramida bor ekan. Xo'p, piramida chiza olamiz. Xo'sh. Asosini tomoni 8 ekan.
Demak, asosi muntazam to'rtburchakli degani uchun asosi kvadrat va hamma tomoni 8 8. Yon qirrasi SA 7. Yon qirralari ham teng bo'ladi, chunki muntazam o'sha piramidani asosi muntazam deyildi, shunaqa tushuniladi yon qirralari teng deb. AB va CB qirralardan, mana AB va CB qirralardan M va K nuqtalar olingan. Xo'p, AB dan M nuqta olindi. Bu aytayaptiki AM ni 2 deyapti. Demak, mana bu yer AM 2 bo'lsa, bu yoq 6 bo'ladi. CB qirradan K nuqta olindi. CB qirradan K nuqta olindi. CK 1 ga teng. Mana bu yerdan K nuqta olindi. CK 1 ga teng. Endi to'liq 7 bo'lish uchun bu yoqqa 6 qoladi. Chunki yon qirra 7 bo'lsa, bu yon qirra ham 7. Endi bularni qo'ydik. Bizga qarang. BCKM piramidani hajmini toping. BCKM piramida qani endi u? BC mana BCKM piramida mana BC C'dan keyin K ga boraylik. KM mana buni ham tashlaymiz endi. Mana shu yerda hosil bo'lgan piramida, mana deylik, mana piramidamiz uchi, mana piramidamiz uchi, mana piramidamiz asosi, xullas shu piramidani boyaga nimada u? Hop, hajmini topishimiz kerak ekan. Qarang, nima qilamiz? Bizada mana bu yerda kvadratni diagonalini o'rtasiga kelib nima tushadi? Piramidani balandligi tushadi. H. Hop, men uni topib bilaman. H kvadrat plus, qarang, tomoni 8 ku asosini. Shuning uchun mana bu yer 8 ildizli 2 bo'ladi, u uni yarmi mana bu yer 4 ildizli 2 bo'ladi. Shunga ko'ra h kvadrat 4 ildizli 2 ni kvadrati teng 7 ni kvadrat qilsam topib bilaman. Plus 4 ildizli 2 ni kvadrati teng yon qirra 7 ni kvadrati. Xo'sh, h kvadrat plus 32 teng 49. Hop, h barobar ildiz ostida 17. Ildiz ostida 17. Endi qarang. Mana bu piramidani, hozir bizdan yangi piramidani uchini mana bu nuqta deb olib, mana buni asosi desak ham bo'ladi. Chunki hozir mana bu yerdan uchidan asosi kelibdi. Shuni nima tushiraman-da? Hop, balandlik tushiraman. Mana buni x deb qo'yaman. X bizga shu piramidamizni, mana bu topishimiz kerak bo'lgan, hajmi topishimiz kerak bo'lgan piramidaning balandligi bo'ladi. Hop, bu qanaqa bo'lyapti hozir desa, mana qarang. Mana bu h, mana bu bizga topmoqchi bo'lgan x, bu 1, bu 6. O'xshashlikka ko'ra nima qilaman? 6 taqsim to'lig'i 7, x taqsim h. H topganman-ku, ildizda 17. Shu yerdan x topsam 6 ildizda 17 taqsim 7 bo'ladi. X barobar. Ana endi men balandligini topdimmi, endi hajmini topaman. Hajm barobar 1 taqsim 3 ko'paygan. S asos mana. Bu asosi to'g'ri burchakli uchburchak. Tomonlari katetlari 6 va 8 bo'lgan. 6 kere 8 taqsim 2 ko'paygan. Endi h, ya'ni bu piramida uchun h bu x mana. Teng. Hop, bu bilan bu qisqarsa 4 bo'ladi. Bu bilan bu qisqarsa 2, 48 demak. Ildiz ostida 17 bo'ladi va pastda 7 bo'ladi. Demak, javob bizada 30 da D variantda ekan. 31-misolimizda qarang, bu aytayapti. Elementlar sonini topishim kerak ekan, mana shuni ichidagi. Endi e'tibor bering. A bilan B ni birlashmasi degani mana bu narsa to'liq. Mana shu narsadan to'liq hammasidan A bilan B ni kesishmasi mana bu narsani deyapti. Ayring deyapti. Mana bu narsani ayirib tashlasam, mana bu yerlar qoladimi? Ha. Ana shularning elementlar sonini so'rayapti. Tushundingiz-a? Bular qaysilar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana B ekan. Mana belgi ayirish belgisi. Endi qarang. Umidda 3 ta turli matematika kitobi bor, 4 ta turli fizika kitobi bor. U matematika kitoblarini yonma-yon turish sharti bilan bu 7 ta kitobni javonga necha xil usulda joylashtirishim mumkin. Qarang. 3 ta matematika kitobi bor-ku, shuni bog'lab qo'yib, bitta kitob sifatida qarasa, undan boshqa 4 ta fizika kitobi bilan mana bilan 5 ta bo'lsa jami 5 ta kitob joy almashini, u 5 faktorial.
va bog'lamni ichidagi mana bu 3 ta matematika kitobini bog'lamni ichida o'zaro joyini almashtirib biladi-ku bular. O'sha 3 faktorial ko'paytmasi bor. Ya'ni bu 120 kara bu 6 bo'lsa, shunda 720 bo'ladi. Keyingi 33, 34, 35 misollarimizga o'tamiz. Xo'p, qarang. Bu masalani yechishdan avval bitta narsani tushuntirayki, konusni teng yarmidan kesilgan bo'lsa, hajmi v ga 7v nisbatda bo'ladi. Shuni bilib qo'yganimiz bizga foyda ancha. Xo'p, demak mana bu yerda demak teng yarmidan kesilgani uchun mana buni hajmi v bo'lsa, bu 7v bo'ladi. Xo'p, o'sha mana bu v, buni tepasi 7v bo'ladi. Endi qarang. Aytayaptiki, ikkalasi bir xil, faqat konuslar teskari qilib qo'yilgan va aniqki mana bunda suv ko'proq ketgan. Endi xullas birinchi idishda 20 sm suv qo'yib qo'yilgan. Mana bu yerda suv 20 sm ko'p ekan. Keling, mana bu radiusini r deb olaylik va balandligini h deb olaylik. Shunda bu h taqsim 2 dan bo'ladi. Va bunda ham demak o'sha radius r, ya'ni konus radiusi ham r, silindrniki ham r, bu h taqsim 2, bu ham h taqsim 2 bo'ladi. Xo'p, qarang. Endi ikkinchi idishga qancha, mana bu birinchi savol, 34-savolni yechaylik. Ikkinchi idishga qancha suv ishlatilgan degan. Ya'ni keling, mana bu yerdagi suv hajmini qanaqadir men a deb belgilab olay. A miqdor. Shunda bizada o'sha a bilan v ni yig'indisi silindrni yarmini, mana bu qismini hajmini beradi. Va o'z navbatida u 20 qo'shilgan 7v ga ham teng, chunki bu ham yarmini beradi. Demak, bu teng 20 qo'shilgan 7v ga. Endi qarang. Mana bu yerda men yozamanki, konus hajmi jami 8v qanday topiladi? 1 taqsim 3 pi r kvadrat h. Bizadagi 20 plus 7v nimani hajmi, silindr yarmini hajmi pi r kvadrat ko'paygan h taqsim 2. Mana shularni nisbat olib borish orqali 8v taqsim 20 plus 7v barobar bu yoqda pi r kvadratlar h lar qisqaradigan bo'lsa, bo'lganimizda 2 taqsim 3 bo'ladi. Buni 2 ga qisqarsam 4v bo'ladi. Va proporsiya qiladigan bo'lsam 20 plus 7v barobar 4 kara 3, 12v, 5v barobar bo'lib, xullas v barobar 4 chiqadi. V teng 4 ekanda. Endi qarang. V teng 4 bo'lgani uchun mana bu yoqda v larni 4 qo'ysam, a plus 4 barobar 20 plus 4 kara 7, 28. A ni topadigan bo'lsak 44 bo'ladi. 44 bo'ladi. Demak, 34-misolimiz B keldi ekan. 44 borda mana. Mana bu 34-misol javobi. 30 deylik. 35-misolimizni ham tezroq yechib qo'ysak bo'lar ekan. Birinchini yechamiz, qarang. Birinchi idish to'lishi uchun kerak bo'ladigan suv, endi qarang. Birinchi idishni to'lishi uchun kerak bo'ladigan suv, qarang. Birinchi idish to'lishi uchun kerak bo'ladigan suv mana bu atrofi, u xuddiki mana buni atrofiga ketgan suv emasmi? Ya'ni A emasmi? Ya'ni 24 bu 44 emas. Yo'q, 44 dan to'g'ri. A, ya'ni 44 emasmi atrofiga ketadigan suv? Ikkinchi idishni to'lish uchun kerak bo'ladigan suv, mana ikkinchisini to'lishiga kerak bo'ladigan suv, atrofini suv, mana buni atrofini suv bilan bir xil, ya'ni 20. Mana shular nisbatini toping degan. Ya'ni mana shu 44 ni 20 ga nisbatini so'ragan, 4 ga qisqartirsak agar 11 taqsim 5 bo'ladi. Ya'ni Y javob ekan bizda. Demak, Y javob 35-misol keldi. Endi 33 yechadigan bo'lsak, qarang. Agar birinchi idishdagi konus olib tashlansa, undagi suvning balandligi idish balandligini qanday qismi tashkil qiladi? Endi birinchisidagi olib tashlansa, deylik, birinchisidagi olib tashlansa, tagida suv biroz bo'lib qoladimi? Shuni balandligini x desam, qarang. O'sha suv hajmi bor menda, 20 ku suv hajmi. 20 barobar pi r kvadrat kara balandligi x bo'lib qoladi. Mana radius r, balandligi x bo'lib qoladi. Bizada endi konusimizni hajmi 8v ku, ya'ni 8 kara 4 32 barobar, qarang, konus hajmi nima bo'ladi? Pi r kvadrat, ya'ni 1 taqsim 3 pi r kvadrat kara balandlik h bo'ladi. Mana shuni nisbatan x taqsim h topsam bo'ladi.
Xo'p, nisbat oladigan bo'lsak, 4 ga qisqartiraman birato'la 5 taqsim 8 bo'ladi, teng pi kvadratlar qisqaradi. Bu 3x taqsim h bo'ladi. Demak, shunga ko'ra x taqsim h topadigan bo'lsak, 5 taqsim 24 bo'ladi. Bu bizda demak A variantda bo'ladi. 33-misolimiz. 36-misolimizga o'tamiz. 36-misolimizda mana bu yerda mana bu ifodamiz x minus 1 ning kvadrati plus 1 holatda turibdi. Ko'paygan oldida 1 minus x. Mana buni ham minusini chiqarib olaylik. X minus 1 bo'ladi. Teng bu tomonda x 4-inchi turibdi. Keling x minus 1 qandaydir a bilan belgilab olaylik. Bundan kelib chiqadiki x barobar a plus 1. Buni qo'yadigan bo'lsak, mana bu x 4-inchisi emas, a plus 1 ning 4-inchisi teng minus x minus 1 o'rniga a qo'yamiz. Ustida demak a ning kvadrati plus 1. Mana bu narsalar hammasini ochib chiqamiz. Ya'ni a plus 1 4-inchini ochib chiqishdan avval kvadratini ochib chiqasiz. Keyin buni ham kvadratini ochib chiqamiz. Bu endi a ning kubi minus a bo'ladi. Hop, ochib chiqadigan bo'lsak, a ning 4-inchisi plus 4a kvadrat plus 1 plus 4a kub plus 2a kvadrat plus 4a. Teng bu yerda minus a ning kubi minus a. Hammasini bir tomonga olib o'tadigan bo'lsak, a ning 4-inchisi plus 5ta a ning kubi plus bu bilan bu 6ta a ning kvadrati plus 5ta a plus 1 teng 0 holatga keladi. Endi mana shu holatga kelgandan keyin hammasini to'liq a kvadratga bo'lib o'ramiz. Hop, shunda a kvadrat plus 5a plus 6 plus bu 5 taqsim a plus 1 taqsim a kvadrat teng 0 bo'ladi. Xo'p, endi mana bu ikkalasini a plus 1 taqsim a ning kvadrat deb yozsak va minus 2 deb yozsak bo'ladi. Bu ikkalasidan plus 5 chiqarib olsam, bu ikkalasidan a plus 1 taqsim a bo'ladi va plus 6 ni mana bilan hisobla birdaniga 4 deb yozaman. Teng 0. Endi mana buni qanaqadir m desak, bu m kvadrat bo'lgan hisobiga qarang. M kvadrat plus 5m plus 4 teng 0. Bundan m teng 1 chiqadi va minus 1. Va m teng minus 4 chiqadi. Hop, m deb a plus 1 taqsim a ni olgan edik. Shu uchun yozaman. A plus 1 taqsim a teng 1 marta minus 1 ga va a plus 1 taqsim a teng 1 marta minus 4 ga. Xo'p, demak a kvadrat plus a plus 1 bo'ladi. Buni hisoblasak, bu bo'sh to'plam bo'ladi. Buni hisoblasak a kvadrat minus 4a plus 1 teng 0 bo'ladi. Plus 4a bo'ladi. Hop, demak buni diskriminatsak, bundan ikkita javob chiqadi va biz a deb nimani oluvdik? X minus 1 oluvdik. Hop, keling buni yechaylik. Diskriminant barobar 16 minus 4. 12 bo'ladi. Shunda minus 4 plus minus 2/3 taqsim 2. Minus 2 plus minus 2/3. Demak, a da endi bu. A ni x minus 1 qo'yadigan bo'lsam, x minus 1 1 marta teng bo'lsa minus 2 plus 2/3 ga x minus 1 teng bo'ladi 1 marta minus 2 minus 2/3 ga. Va x topadigan bo'lsak minus 1 plus 2/3. X topadigan bo'lsak minus 1 minus 2/3. Ikkita javob bor ekan. Tenglamani nechta haqiqiy yechim bor? Ikkita. Haqiqiy ildizlar yig'indisi deganda bu bilan buni qo'shsak, ildiz uchlari qisqarib ketadi. Javob shundan minus 2 bo'ladi. Keyingi misolimiz 37. Hop, ikkini bu yoqqa olib o'tamiz. Ikkini bu yoqqa olib o'tamiz va qarang. Cosinus x minus sinus x. Bu qavsdagi 2 tangens x ni sinus taqsim cosinus deb yozsam 2 sinus taqsim cosinus x bo'ladi plus 1 taqsim cosinus x bo'ladi teng minus 2 ga. Ikkala tomonni ham ko'paytiraveraman cosinus x ga. Ana endi xo'p, cosinus x ni bilasizmi, ko'paytirish bo'lganda yoki bunga ko'payadi. Ikkalasiga ham ko'paymaydi. Shuning uchun birinchi qavsni o'zi, ikkinchisi mana bu cosinus x ga ko'payadigan bo'lsa, 2 ta sinus x
plus b ham kosinus x ga ko'payadigan bo'lsa plus 1. Teng bu kosinus x ga ko'paysa minus 2 ta kosinus x bo'ladi. Ana endi xo'p, qarashni chiqaramiz. 2 ta sinus x kosinus x plus kosinus x minus 2 ta sinus kvadrat x minus sinus x barobar minus 2 kosinus x. Xo'sh, hammasini o'ng tomonga olib o'tadigan bo'lsak, 2 ta sinus kvadrat x xo'sh plus sinus x minus 2 ta sinus x kosinus x. Mana bu yoqqa minus bo'lib o'tsa, bu bilan minus 3 ta bo'ladi. Kosinus x tengmi? Endi xo'p, mana bu ikkalasidan sinus x chiqarib olsam 2 ta sinus x plus 1. Bu ikkalasini bu yoqqa olib o'tamanda kosinus x ni chiqarib olaman. 2 ta sinus x plus 3. Buni mahrajiga, buni mahrajiga olib o'tsam, tangenisi x barobar 2 ta sinus x plus 3 taqsim 2 ta sinus x plus 1. Mana shu yoqqacha to'g'ri kelgandan keyin, yana shu yoqqacha kelgandan keyin xo'p, bu yerda faqat mana shu tenglik sinus x barobar plus minus ildiz osti 3 taqsim 2 da yoki bo'lmasam bitta qilib aytadigan bo'lsak, kosinus x barobar 1 taqsim 2 da ishlaydi. Bu degani x barobar plus minus 1 taqsim 3 degani. Ko'p javobi mana bu chegaradagini aytaman. Va barcha ildizlar sonini aniqlang degan 2 ta, yig'indisini aniqlang degan 0. Keyingi misolimiz. Xo'p, bizdagi funksional tenglamadan foydalanib, ya'ni mana bu funksional tenglamadan foydalanib f at x ni aniqlanmagan nuqtasini, ya'ni f at x qachon mavjud emas shuni va mana buni qiymatini hisoblang debdi. Xo'p, qarang. Ya'ni mana buni keyin gx bilan belgilab olamizda 2x taqsim x minus 2 ni. Shundan x topib oladigan bo'lsangiz agar 2 ta gx taqsim gx minus 2 bo'lib qoladi. Ya'ni qarang, shuni o'zini holifi bo'lib qoldi. Shundan xulosa qilib aytsak bo'ladiki, gx ichiga gx qaytarib qo'ysak, bizga x beradi deb. Ya'ni shundan mana bu ikkalasidan shu xulosa kelib chiqdi. Endi keling buni o'rniga gx qo'yib yozsak, f at gx minus x kara f at x teng x kvadrat. X lar o'rniga gx qo'yib chiqaman. Qarang nima bo'ladi. Mana buni gx qo'ysam, f at g ni ichida yana gx bo'ladi. Minus buni o'rniga qo'yaman. gx kara f at gx bu yerda gx ni kvadrat. Endi mana bu yerda gx x ga teng bo'lgancha mana buni x qo'ysam, shunda f at x bo'ladi minus. Xo'sh, gx ko'paygan f at gx barobar gx ning kvadrati bo'ladi. Hop, mana birinchi tenglamamiz bor edi bizda. Ya'ni qo'yganimizdan keyingi mana birinchi tenglama. Shundagi mana bu narsani topib, mana bu narsani topib olib, mana buni o'rniga keltirib qo'ysak nima bo'ladi qarang. F at x minus gx ko'paygan, buni o'rniga mana bu yoqqa olib o'tib x kvadrat plus x kara f at x keltirib qo'ysam teng g kvadrat x va keyin mana shu yerdan f at x topib olsam qanaqa ko'rinishga ega bo'ladi? Gx ko'paygan gx plus x kvadrat taqsim 1 minus x kara gx bo'ladi. Endi biz gx ni mana bunaqa holatda deb olganmiz-ku, shuni gx lar o'rniga keltirib qo'yadigan bo'lsak, f at x barobar hosil bo'ladi bizda minus x soddalashtirgandan keyin plus 2 taqsim x minus 2 ko'paygan 2x kvadrat minus x plus 2 bo'ladi. Mana f at x topdik. Shu f at x ni aniqlanmagan nuqtalari, bu faqat mahraj 0 bo'lganda aniqlanmagan.
Buni diskriminant manfiy bo'lgani uchun bu 0 dan katta bo'la olmaydi 0. Mana bu faqat 0 bo'la oladi. Demak, aniqlanmagan nuqtasi faqatgina x teng 2 ga. Bu yerda bo'lsa f(3) va f(-2) ni so'ragan. Mana bu yerga qo'yib f(3) ni topish uchun mana buni x lar o'rniga 3 qo'yamiz. Qo'shilgan bunga qo'yish uchun f(-2) ni qo'yamiz. Bunga f ikkalasini f(-3) va f(-3) javoblarni hisoblaydigan bo'lsak f(-3) hisob kitobini qilasizlar. Endi men hisob kitob qilib vaqt ketkazmadim. Ma'lumot chiqadi. Plus bu 5 taqsim 3 chiqadi. Hisob kitoblar natijasida shunda -185 taqsim 51 bo'ladi. -185 taqsim 51. Xo'sh. Keyingi 39-misolimizda xo'p, funksiyaning ikkinchi tartibli osilasi mavjud bo'lsin. Xo'p, qarang, nima qilamiz? f(x) bor-a? Kosinus 1 taqsim x. Hosil olamiz. Birinchi tartibli osilasi. Kosinus hosilasi minus sinus bo'ladi. Ko'paygan ichidagi 1 taqsim x dan hosil olsangiz -1 taqsim x kvadrat bo'ladi. Bularni demak minuslari plus bo'lib yo'q bo'lib ketganligi hisobiga demak f(dan hosila barobar 1 taqsim x kvadrat ko'paygan sinus 1 taqsim x bo'ladi. Endi buni topdik. Birinchi tartibli osilaga 2 taqsim pi ni qo'ying deyapti. Demak, bunga qo'yamiz 2 taqsim pi. 2 taqsim pi ni qo'ysak, bu teskarisiga aylanadi. Pi kvadrat taqsim 4 bo'ladi. Bunga qo'yadigan bo'lsak, sinus pi taqsim 2 bo'ladi. Bu 1 bo'ladi pi kvadrat taqsim 4. Xo'p, ikkinchi savolda endi qarang. Avvalo gx barobar f(x) o'rniga buni qo'yasiz, hosilasini o'rniga buni qo'yasiz. Ikkinchi tartibli osilasini o'rniga endi mana bundan yana bitta osila olib ikkinchi tartibli osilani ham topib qo'yish kerak. Buni nima qilamiz desa, mana buni ko'paytmani osilasiga qo'yamiz. Ya'ni 1 taqsim x kvadrat hosilasi. Xo'sh, 1 taqsim x kvadrat hosilasi bizda nima bo'ladi? Minus 2 taqsim x kubi bo'ladi. Ko'paygan o'sha paytda mana buni o'zi qo'shilgan. Endi 1 taqsim x kvadratni o'zi ko'paygan sinus 1 taqsim x hosilasi. Kosinus 1 taqsim x bo'ladi va ichidagi 1 taqsim x hosilasi minus 1 taqsim x kvadrat. Mana buni minus 1 taqsim x ni 4-ga aylantirib qo'yadi. Mana ikkinchi tartibli osila ham bor. Endi shularni mana bu yoqqa qo'ysak, qarang. Gx barobar nima bo'ladi? Funksiyani o'zi, ya'ni kosinus 1 taqsim x plus mana bu yerda bordi-ku. Plus 2 x kub ko'paygan funksiyani hosilasi, ya'ni mana bu. Plus x ni 4 ko'paygan ikkinchi tartibli osilasi mana. Kosinus 1 taqsim x. Endi mana shuni olib chiqib soddalashtirgandan keyin x lar o'rniga 2026 ni qo'yib ursak bo'ladi. Shunda javobimiz 0 chiqadi keyin. O'zi hozirgi shu holat emas. 2026 ni qo'ygandan keyingi j 2026 ni hisob kitobidan keyin 0 chiqadi. Qirqinchi misol. Hop, y barobar x kvadrat y chiziq shu va shu to'g'risida bilan berilgan. Ya'ni grafikni chizib oladigan bo'lsak, mana y barobar x kvadrat va x teng 0 chizig'imiz endi bu. Y teng 4 chizig'imiz bu. Va x teng 0 to'g'risimiz y o'qib bo'ladi. Hop, shular bilan chegaralangan soha yuzini toping debdi. Hop, qarang, mana bu 4 bo'lgani uchun x kvadrat mana bu teng 4 bo'lsa, plus minus 2 chiqadi-ku. Bu degani mana bu yoq 2, mana bu yoq minus 2 degani. Endi mana bu 4 bo'lgani uchun mana bu tomoni 4, bu tomon 2 bo'lsa, mana buni yuzi 8 bo'ladi. Shundan ayirib tashlayman mana bu joyni. Bu joy degani integral 0 dan 2 gacha x kvadrat. dx hisoblasak 8 ayrilgan buni integral x kub taqsim 0 dan 2 gacha. Xo'p, 8 minus 2 ni kubi 8 taqsim 3 bo'ladi.
ayirsak 16 taqsim 3 bo'ladi. Demak, mana bundan buni ayirib tashladimki, bizdan so'rayotgan sohani topaylik deb. Mana bir 100 chiqdi hozir shu yerda. 16 taqsim 3 bo'ldi. Endi deyapti shu chegarani oy guruhi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jismni hajmini toping degan. Endi buni oy guruhi atrofida aylantiradigan bo'lsak, jism hosil bo'ladi, o'shani hajmini so'ragan. Xo'p, nima qilamiz bunda desa, qarang, quyidagicha ish qilamiz. Pi kara mana bu narsadan ya'ni shu yerdan hozir nimani topib olasiz? Teskarisini, ya'ni y barobar ildiz osti x bo'ladimi? O'sha narsani kvadrati dy bo'ladi. dy va y yo'qdagi chegarasi 0 dan 4 gacha bo'ladi. Buni hisoblasak, pi integral 0 dan 4 gacha x dy bo'ladigan bo'lsa, x kvadrat bu x ildiz x emas, x kvadrat bo'ladi. Kimzada x kvadrat y ga teng bo'lgani uchun buni y qo'yadigan bo'lsak, y dy bo'lib ketadi. Pi ko'paygan y kvadrat taqsim 2 bu y bu. 0 dan 4 gacha bo'ladi. 4 qo'yadigan bo'lsak, 0 qo'ysak o'z foydasi yo'q. 16 taqsim 2 8 pi bo'lar ekan. Keyingi 41-misolimizda qarang, to'g'ri burchakli burchak, yuzalar 5 6. Xo'p. Qarang, mana bu a bo'lsa, bu ham a bo'ladi, bu ham a bo'ladi. Mana b7 uchburchakni tomon uzunligini toping debdi. Xo'p, keling, mana bu yerda balandlik tushiramiz. Muntazam balandligi bo'ladi bu. Bu d deb oladigan bo'lsak, bizda d barobar muntazam balandligi ildiz osti 3 taqsim 2 ga teng. Xo'p. Endi, xo'p, mana bu uchburchakda o'z navbatida mana bu tomonga tushgan tashqi balandligi vazifasini ham bu bajaradi. Shu uchun 105 barobar asosi AE ko'paygan tashqi tushgan balandligi d taqsim 2. Bu yerdan AE ni topsak 10 taqsim d bo'ladi. Xo'p, mana buni 106 bo'ladigan bo'lsa, 6 barobar asos ds va unga tushgan tashqi balandlik qiladigan bo'lsak, bu yerdan ds ni topadigan bo'lsak 12 taqsim d bo'ladi. ds barobar 12 taqsim d. Endi mana bu yerdan a ni topib olsa 2d taqsim ildiz 3 bo'ladi. Endi bu teng yo'li bo'lgani uchun mana bular a taqsim 2 dan bo'ladi-ku. Teng muntazam bo'lgani uchun balandlik mediani ham bo'lib. A taqsim 2 degan mana buni 2 ga bo'lsam d taqsim ildiz 3, bu ham d taqsim ildiz 3 da. Endi bizda a nima chiqdi? 10 taqsim d. Bu 12 taqsim d chiqdi. Endi qarang, bu qoida bordi, bizda 90 dan tushgan balandlik uchun h kvadrat teng. Hop, proyeksiyasi mana bu, ko'paygan proyeksiyasi mana bu. Ya'ni 10 taqsim d plus d taqsim ildiz osti 3 ko'paygan d taqsim ildiz osti 3 plus 12 taqsim d. Mana shu yerdan hozir qavslar ochib chiqib yechadigan bo'lsak, bizda 4-darajali, ya'ni b kvadrat tenglamayicha keladi. Ya'ni qavs ochib chiqib soddalashtirsangiz, d ni 4-si minus 11 ildizda 3d kvadrat minus 180 teng 0 holatgacha keladi. Keyin bu d kvadratni a deb belgilab, yana yechadigan bo'lsak, xullas oxirida d kvadrat teng 15 ildiz osti 3 taqsim d kvadrat teng 15 ildiz 3 yo'q, 15 ildiz 3 o'zi bo'lar ekan. Mana shu holatga keladi. Endi qarang, bizdan mana bo'yalgan uchburchak yuzini so'ragan. Bo'yalgan uchburchak yuzi muntazam bo'lgani uchun a kvadrat ildiz osti 3 taqsim 4. A kvadrat degani mana buni kvadratini o'ylayman, mana buni kvadratini qo'yaman. Ya'ni 4d kvadrat taqsim 3 ko'paygan ildiz osti 3 taqsim 4. 4 bilan 4 ketadi. D kvadrat o'rniga 15 ildiz 3 qo'ysam, taqsim 3 kara ildizda 3 bo'lsa, bu ketsa, javob shunda 15 chiqadi. Bo'yalgan joy yuzi mana B7 ni yuzi xullas 15. Bizdan mana shu B7 ni tomonini so'rayapti. Ya'ni A ni so'rayotgan bo'lsa, qarang. Hozir bizda nima bo'ladi? Mana bu yerda A barobar 2d taqsim ildiz osti 3 bo'ladigan bo'lsa, 2 kara d ni o'rniga mana buni ildizdan chiqarib keltirib qo'ysak,
taqsim ildiz osti 3 qilib buni soddalashtiradigan bo'lsak, bu 4-ildiz ostida 4-ildiz ostida 1200 lik ko'rinib qoladi. Xo'sh, 42-misolda tomoni 6 bo'lgan kvadrat degan B shartda yuzini so'ragan 36 bo'ladi. U muammo emas. A shartda bo'yalgan joy yuzini so'ragan. Qarang, bo'yalgan joy yuzini topish uchun nima qilamiz? Koordinat o'qlarini mana bunday joylashtiramizda. X o'qi mana bu Y o'q qilib. Qarang. Keyin nuqtalar koordinatalarni belgilashga o'tamiz. Masalan, Y nuqtani koordinatasi 0 1. G nuqtani koordinatasi, demak, bunaqasi 6 bo'lgani uchun 6 yu 3. Xo'p, biz endi mana shu ikkalasidan o'tuvchi to'g'risoq tenglamasini tuzib olamizmi? Ya'ni 0 u 1 dan hamda 6 yu 3 dan o'tuvchi y barobar kx plus b ni tuzmoqchiman. Birinchi 0 1 qo'ysam y ga 1, x ga 0 qo'ysam k kara 0 plus b bo'ladi. B teng 1. Xo'p, 3 barobar, demak 6k plus b bo'lsa, bunga 1 qo'yadigan bo'lsam k barobar 1 taqsim 3 bo'ladi. Demak, funksiyamiz y barobar 1 taqsim 3x plus 1 ekan. Mana bunisi. Endi bunisini ham tenglamasini tuzamiz. U uchun f nuqtani koordinatasi kerak 2 u 6 va h nuqtani koordinatasi kerak 4 u 0. Endi bu yoqdan yozaman. 2 u 6 hamda 4 u 0 nuqtalaridan o'tuvchi y barobar kx plus b ni tuzamiz. Xo'sh, kx plus b ni Xo'p, endi 0 qo'yaman, y ga 4 qo'yaman, x ga 4k plus b, y ga 6 qo'yaman, shunda 2k plus b. Ayirib yuboradigan bo'lsak, -6 barobar 2k bo'ladi, k teng -3 bo'ladi. K ga -3 qo'ysam, b teng 12 chiqadi. Demak, y barobar -3x plus 12 ekan. Endi qarang. Mana bu nuqta, mana bu nuqta. Shu ikkita chiziqni kesishadigan nuqtasi. Shu ikkita to'g'risoqni demak tenglashtirib yechamiz. Ya'ni -3x plus 12 barobar 1 taqsim 3x plus 1. Va bu yoqqa o'tqizsak 11, bu yoqqa o'tqizsak 1 taqsim 3x plus 3x bo'lsa, xo'p, 33 barobar 10x bo'ladi va x barobar 33 taqsim 10 bo'ladi. 33 taqsim 10 ni keltirib qo'yib y ga topadigan bo'lsam, -99 taqsim 10 plus 12 bo'lsa, 120 bo'lsa 21 taqsim 10 ekan. Demak, mana bu nuqtaning koordinatasi 33 taqsim 10 ga 21 taqsim 10 ekan. Bu nuqtaning koordinatasi bor, bu nuqtaning koordinatasi bor. Tomonlarini topib, demak, uchburchagi yuzini topsa bo'ladimi keyin? Ha, yuzini topsa bo'ladi. Natijada, xo'p, qarang, mana buni yuzi 143 taqsim 20 chiqadi. Bu 3 ta nuqtalari bor. Buni ham nuqtalardan foydalanib uchun topadigan bo'lsak, 63 taqsim 20 bo'ladi. Umumiy yig'indini so'ragan menimcha, qo'shadigan bo'lsak, shunda bizada 206 taqsim 20 bo'ladi. Buni 2 ga qisqartsak 103 taqsim 10 bo'lsa, shunda 10.3 bo'ladi. Xo'p, mana buni hisob kitobini yozmadim. Qanday qilasiz? Mana ikki nuqta orasidagi masofaga ko'ra tomonlarini topasiz. Uchburchak 3 ta tomoni ma'lum bo'lsa, keyin yuzini topish muammo emas-ku. Shuna qilib yuzalarini topib, ikkalasini qo'shish kerak. Xo'p, 43-misol. Xo'p, qarang, 3 ta aylanalar radiuslar bir xil ekan. Keling, buni radiusi r bo'lsa, buni radiusi ham r bo'lsin. Buni radiusi ham r bo'lsin. Endi e'tibor bering. Mana bunday tutashtirsak, bu ham r, bu ham r. Keling, mana buni tutashtiramiz. Buni ham tutashtiramiz. Xo'p. Mana bu 90 69 bo'lgani uchun Pifagorga ko'ra mana bu narsani yoza olamizmi? Ildiz osti 69 kvadrati plus r kvadrat. Xo'p, buni Pifagorga ko'ra bu tomonni yoza olamizmi? 67 ni kvadrati plus r kvadrat. Bu 2r. Bu 2r. Endi. Xo'p, keyingi masala bizada. Keling, buni markazi bilan ham tutashtirsak.
Bu yog'ini ham tutashtirsak, bu ham 2r bo'ladi xolos. R bo'ladi. 89 va r ligidan Pifagordan mana bu narsani topsam, ildiz ostida 89 ning kvadrati plus r kvadrat bo'ladi. Xo'p, endi qarang, mana bu yerda bunaqa voqea bo'lyapti-da, mana bu katta uchburchakda mana mediana bo'lib qolyapti. Chunki 2r. Mana shundan foydalanamiz. Ya'ni, xo'p, masalan, A tomonga tushgan mediana qanaqa topilardi? 1/2 ildiz ostida 2 ko'paygan b kvadrat plus c kvadrat o'sha mediana tushgan tomon a ning kvadrati minus a kvadrat bo'lardi oxirida. Shu qoidaga ko'ra mediana barobar, ya'ni mana mediana barobar ya'ni ildiz ostida 69 ning kvadrati plus r kvadrat barobar 1/2 ko'paygan. Endi mana buni kvadrati plus mana buni kvadrati. Ya'ni bularning kvadratlarida ildizlar yo'qoladi. 67 ning kvadrati plus 89 ning kvadrati plus r kvadratlari 2r kvadrat bo'ladi. Minus mana buni kvadrati. 4r kvadrat ya'ni 16r kvadrat. Xullas, mana shu kvadratga ko'tarib radiusi bemalol topib olsa bo'ladi. Bizda radius 19 chiqadi. Endi ikkinchi shartda PO2 ni, ya'ni mana buni so'ragan. Buni topishni nima qilamiz? Bu ildiz ostida 69 ning kvadrati plus r kvadrat-ku. R bizda 19 chiqqani uchun 19 ni qo'ysam 19 kvadrati bo'ladi. Buni hisoblasak ildiz ostida 5122 bo'ladi. Bu 19 chiqdi bizda. Xo'p, keyingi misolimiz. Ichma joylashgan to'g'ri konuslardan kichik to'g'ri konusning uchi katta to'g'ri konusning asosiy markazida joylashgan. Mana ko'rinib turibdi. Konuslarning radiuslari nisbati 3 ga teng. Ya'ni, masalan deylik, mana buni radiusi r bo'lsa, buni radiusi 3r bo'ladi demoqchi. Agar katta konus hajmi kichik konus hajmiga nisbatini toping, qarang. Endi mana bu narsani bunday o'tkazgan paytimizda, keling mana buni x desam, buni y desam, masalan, o'xshashlik qilamiz. Mana bu bilan mana buni o'xshashligini qo'llaymiz. Xo'p, unga ko'ra nima bo'ladi? X taqsim x plus y teng r taqsim 3r bo'ladi. Bular qisqarib ketadi. Proporsiya qiladigan bo'lsam, x plus y barobar 3x bo'ladi. Va bundan y barobar 2x bo'ladi. Y barobar 2x bo'ladi. Xo'sh, endi y barobar 2x bo'ldi, teng 2x. Endi qarang. Bizga aytayaptiki, katta konus hajmini, ya'ni v katta taqsim v kichikni so'rayapti. Katta konus hajmi 1/3 asosi pi kara 9r kvadrat. H unda nima bo'ladi? H to'lig'i bo'ladi. Ya'ni to'lig'i endi bu 2x bo'lgani uchun to'lig'i 3x bo'ldi mana. Kichik konus uchun 1/3 pi asosan radius r bo'lgani uchun r kvadrat va kichik konus balandligi 2x. Xo'p, mana 1/3 mana bular qisqarsa, xullas 27/2 chiqar ekan. A shartining javobi. B shartida katta konus balandligini kichik konus balandligiga nisbatini toping. Katta konus balandligi demak bizda 3x, kichik konus balandligi 2x. Nisbati shunda 3/2 bo'ldi. Xo'p, 45-misolimizda qarang, aytayaptiki, yerdan havoga otilgan to'p t soniyadan keyingi balandligini topish formulasi shu. Bu metoddan foydalanadi. To'p otilgandan 8 soniyadan keyin eng yuqori nuqtasiga erishadi. Ya'ni eng yuqori nuqtasiga erishadi degani eng yuqori balandlik, eng katta qiymat degani u. Ya'ni mana bundan hosil olib 0 ga teng desak. Bundan hosil olsak minus 2 t plus q bo'ladi. Chunki t esa hosilada yo'q bo'lib ketadi, teng 0. Mana shundan topilgan t barobar mana shuni 8 deyapti. Demak, shuni teng 8 deydigan bo'lsak, bizda q teng 16 chiqadi. Endi q ga 8 qo'yib yozsangiz, f t barobar bo'ladi minus t kvadrat plus 16t. Endi mana shuni eng katta qiymatini so'rayapti. Ya'ni buni funksiya desam, xullas y0 ni so'rayapti. Ya'ni x0 topasiz, ya'ni t0 edi. Bunday qaraganda minus b taqsim 2a 8 chiqadi. Biz mana 8 chiqadi. 8 qaytarib ketirib qo'yasiz, y0 chiqadi. Ya'ni minus 64 plus
16 kira 8 qilsangiz 128 64 ayirsangiz 64 chiqadi. To'p otilgandan necha soniyadan so'ng yerga tushadi debdi. Endi qarang, bu 8 soniyada o'zini eng yuqori nuqtasiga chiqdimi? Demak 8 soniyada o'zini eng quyi nuqtasiga tushadi-da. Umumiy 16 soniya vaqt sarflaydi.